Shuhrat Musayevni menga qilgan murojaatiga javob. Bu video ham Abror Muxtor Aliga bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ustoz Abror Muxtor Ali sizga do'stona fikringizdan maslahat qabul qilasiz degan umiddaman. Men hozir ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan har xil narsalarga siz aralashayotganingiz, to'g'risini aytaman, noto'g'ri deb hisoblayman. Nimaga? Sizni yo'lingiz boshqa. Shuhrat Musayev o'zini ishini qilsin. O'ziga yaqin odamlarga, o'zini hammaslaklarga nasihat qilsin. Men Shuhrat Musayevni nasihatiga muhtoj emasman. Uni chizib bergan ramkasida yurishga majbur emasman. Shuhrat Musayev menga ramka chizib beradigan odam emas. Nimani gapiraman, qayerda gapiraman, qachon gapiraman, bu meni ishim. Indamayligimi? Shuhrat Musayev, indamayligimi, ko'z yumayligimi? Sizlar indamay o'tiribsizlar-ku. Bu joyda katta ehtimollar bor. Shuhrat yomon bola emas o'zi. Lekin Shuhratda men masalani ichiga bir og'iz gapirib chiqib ketganimdan keyin bu darajada to'polon bo'lib ketganligidan xayol qilyapmanki, bu joyda kimningdir zakasi bor. Mikin? Kimdir zakaz qilyaptimikin? Abror aralashdi, Abrorga nisbatan davay boshlaring degan hujum bormikin? Shuhrat shunga o'ynayaptimikin? Meni hayolimda shu bittasi. Ikkinchisi prosmotr. Shuhrat men aytayapti-ku, prosmotr deyapti. Shuhrat biladi meni prosmotr uchun qilmasligimni. Menga kerak emas. Kerak emas-ki prosmotr. Buni biladi, hammasi yaxshi biladi. Shuhratga prosmotr kerakmikin? Shuhratning ishi nimaga o'xshadi hozir? Shuhratning hozirgi ishi nimaga o'xshadi? Ana Mirzo Xolmetovning kinosi bor. Ko'zlarim yo'lingdami degan. O'sha joyda Mirzo Xolmetov bir joyga kirib borsa, ikkitasi bilan urushyapsa, bitta amaki keladi, to'rlarniki, do'ppini kiyib, hay birodarlar, urushmanglar deb jiq pichon sanchib oladi-yu. Shuhrat xuddi mana shu rolni o'ynadi hozir. Hay birodarlar, hay. Shikilib menga pichoq tiqib olyapti. Bu Shuhrat